Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugun Qazim mahallaga xush kelibsizlar. Qazim mahalla brendimizni asos solganimizga uncha ko'p bo'lmadi. Bizda nima mahsulotlar borligi haqida sizlarga ozgina ma'lumot berib ketishni maqsad qilganmiz. Xudo xolisa bismillah deb boshlaymiz. Xo'p, bizning mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, bunday охотничий домашний sosischalarimiz bor. Juda ham mazasi zo'r bo'ladi. Buni o'zi olib yurgan klientlari o'zi bor, biladi, tushunadi. Keladiganlar bo'lsa, nalichada har doim bor. Damashning ichiga sir qo'shilgan mol go'shtli sosiskalarimiz. Bularning ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Ertalab bolajonlarimizga qovurib, qaynatib bersanglar, mazza qilib yeb maktab bog'chalarga keltirishadi. Varyonli kolbasalarimiz ikki xili bor. Ikki xili, bitta kichkina, bitta kattasidan. Bular ham damashli bo'ladi, mol go'shtli bo'ladi. Bular ham qovurib, qaynatib, xomligicha ham iste'mol qilsanglar bo'ladi. Ichida mol go'shti, tabiiy mahsulot. Ichida tovuq terilar aralashmagan. Keyingi mahsulotimiz bu sir bo'ladi. Oskar degan mramorniy sirimiz. Bu ham o'zgacha mazalari o'zgacha. Svalya sirimiz, mana svalya sirimiz bor. Svalya sirlarimiz. Trenddagi sirimiz qora xonzoda. Buni o'zi olib yurgan odamlar biladi, bu sifatini, narxlari ham zo'r. Hamyon bob kesanglar qilib beramiz buni. Babyor sirimiz bor, babyor. Haqiqiy amerikanskiy. Amerikanskiy sifat, mana Amerikadan kelgan babyor sirlarimiz. Narxlarini ham ancha-muncha arzon qilib qo'yganmiz, kelaverasizlar. Bundan tashqari ikki xil kopchonli kolbasamiz bor, ikki xil aristokrat kolbasamizning damashniy varianti. Salyami kolbasamiz, kopchonli bu ham damashniy, ichiga tovuq terilar qo'shilmagan. Mazalari o'zgacha bo'ladi. Haqiqiy Sovetskiy Soyuzda eslaydi, yosh kattalarimiz buni biladi. Xo'p, keyingi mahsulotimiz молочный sosiskamiz bo'ladi. Молочный sosiska juda ham mazali. Buni qaynatib, ertalab zavtraklarga yesanglar foydali. Ichiga qo'shimcha kimyo vositalari qo'shilmagan, tovuq terilari qo'shilmagan. Tabiiy mahsulot damashniy ham. Keyingi mahsulotimiz bu bizani eng fishkamiz, bu qazimiz bo'ladi. Bu yerda mana xon qazilarimiz, sur xon qazilarimiz bor. Toy go'shtlarimiz bor mana bu yoqda. Bu yoqda pishgan qazilarimiz bor. Mana pishgan qazilarimiz ham katta 1,5 kilolikdan tortib 800 grammlik qazilargacha bor. Mana 1 kilolik qazilarimiz ham bor. 1 kilolik qazilar mana. O'zim oldingi videoda aytgandek, qazini ustilari tekis, dumaloq. Hammasi sifatiga kafolat beramiz. Xo'p, keyingi mahsulotlarimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi mahsulotlarimiz sur qazi. Mana sur qazilarimiz mana juda ham chiroyli bo'ladi. Kesganingizda ham titilib ketmaydi. Ayniqsa choyxonalarda hozir trend bo'ldi-yu, mochkirchi shilpilda olachi. Okay, o'shanga qo'shib yeysiz buni. Ustilariga parre qilib to'g'rab, tolaga chiqqanda ulfatlar bilan. Haqiqiy testosteronni ko'taradigan qaziday bu. Ashi mazali. Kelaverasizlar. Xo'p, keyingi mahsulotlarimiz bu yoqqa o'tsak, mana bu yoqda til ruletlarimiz bor. Haqiqiy til, mol tilidan tayyorlangan ruletimiz. Kvadrat rulet, til rulet deb qo'yamiz. Ustiga tovuq teri o'ralgan. Mazasi ham o'zgacha bo'ladi, sochli bo'ladi. Xo'p, bu mol koreyka go'shtidan tayyorlangan ruletimiz. Ichida yog' bo'lmaydi. Tabiiy mol go'shtidan, molli koreyka go'shtidan tayyorlangan yumshoq bo'ladi ruletimiz. Buni ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Yaqinda yangi yilga, bayramga salatlarga qanaqa go'sht qo'shsam ekan deb o'ylab turgan kenaylar bo'lsa, bemalol kelinglar, mana salatga qo'shsa ham bo'ladi. Akamga ayting, bitta koreykalik rulet olib oling deb, mana olib oladilar. O'zimizda bor nalichada. Xo'p, tandir go'shtlarimiz. Tandir go'shtlarimiz. Naturalniy go'sht, o'rtasida yog'i bo'lgan. Bu qo'y yog'i, dumba bo'ladi. O'zini ko'rinishlari ham zo'r bo'ladi. Stolingizga qo'yib, kesib, ertalab choy zavtraklarga bemalol iste'mol qilib, ozgina gemoglobinni ko'tarib olamiz. Bu yog'iga endi suvi tushib qoldi-yu. Bemalol kelaverasizlar. Injeykalarimiz bu yoqda
injeka mahsulotlarimizni tabiiy injeka go'shtidan tayyorlangan ruletlarimizni kvadrat. Buni kesganingizda ham to'rtburchak bo'lib, likopchaga qo'yganingizda juda ham ajoyib ko'rinish beradi. Salatlar bor-ku o'zi injeka go'sht qo'shiladigan. Meni o'z biladiganim murskoy kapris. Juda ham mazali salat. Ana o'shanga buni qo'shsangiz, o'zgacha ta'm beradi. Qazidan qo'shib yuborasiz, bittani mol kareka go'shtdan qo'shib yuborasiz, bitta bu indekadan qo'shib yuborsangiz juda ham mazali salat chiqadi. Juda ham sifatli bo'lgan archa ruletimiz. Buni ham mazasi o'zgacha. Tabiiyligi shundoq kesganingizda hididan bilinadi. Hidini shuni dimog'ingizga kelganda buni o'zingiz bilmay qolasiz butunini yeb olganingizni. Kimga kerak bo'lsa mana kelaveringlar, o'zimizda bor nalichada. Yana bizning trenddagi mahsulotimiz til. Tilni o'zi aytishadi-yu, oldingilarimizni. Bitta butun tilni bir odam iste'mol qilish kerak deb. Haqiqatda aytishadi-da. Bu jackpotda til emas. Yosh buzoqlarni, buqalarni bolasini tilidan mana. Yosh buzoqlarning tili. Shundoq kesasiz, 2 kunda yeb qo'yasiz buni. Qaysi joydaligini bilishmas ekan. Hech kim bilmas ekan qaysi joyda foydali elementi bor ekan o'zi buni. Buni yeb gemoglobiningiz ancha yuqoriga ko'tariladi. Xudo xolasa kelaverasiz. Nalichada bor bundan ham. Mol viruska go'shtimiz. Mol viruska go'shtini dudlangan go'sht. Mol viruska go'shtini dudlab, mana shunaqa holatga keltiramiz, chiroyli qilib keltirib, upakovkalar qilamiz. 2 oy saqlash mumkin. Buni ham haliga aytgan salatimga qo'shsangiz, mazasi o'zgacha bo'ladi, dudlangan ta'm kelib turadi. Yana bitta trenddagi mahsulotimiz. Mana. Buni bilasizlar-ku buni. Bu Napoleon bo'ladi, Napoleon go'sht. Bir qavat go'sht, yog', go'sht. Mazasi o'zgacha bo'ladi. Yog' bilan go'sht ta'mi shunaqa bir-biriga uyg'unlashib ketadi deganingizda. Shuni telefon qilsanglar, dastavka qilib beraman. Kelsanglar, shu yerda nalichada ham bor. Bemalol kelaverasizlar. Glavniysi bu. Bomba deydi-yu, bombasi. Bomba deyotganimning sababi bu toytarash bo'ladi. Bitta toydan 3-5 kilo atrofida chiqadi. Xo'p, biz buni o'rab, mashg'ulotga keltirib, pishirib, ziravorlar qo'shib, mashg'ulot keltiramiz. Buni kesib, shuni oyizga solishingiz bilan oyizda eriydi. Oyizda eriydi. Chunki buni 4 soat, 5 soat atrofida pishiramiz. Shu holatga keladi. Yog'lari, go'shtlari bir-biriga yopishgan bo'ladi. Aylana rulet qilinadi. Mazasiga keladigan bo'lsa, juda mazali. Bitta kelib mazasini ko'rib yetsangiz ham, shuni mazasini ko'rib ketsangiz ham bo'ladi. Bemalol kelishingiz mumkin. Mana o'sha tandir injeka go'shti. Tandirda tayyorlangan injeka go'shti. Buni ham mazasi sochli bo'ladi. Juda ham o'zgacha ta'mga ega, ziravorli bo'ladi ustida. Buni yeb ko'rgan odamlar o'zi har doim mashinadan boshqa injekani olishmaydi, faqat shundan olib ketishadi. Buni ham mazasiga gap yo'q. Kelib baho qo'yib keting. Kutamiz sizni. Kerak bo'lsa dastavkalar ham bor. Nomerlar pastda ko'ryapsiz-ku. Like ham bosib qo'ying bitta qizartirib. Mashinaga o'xshab qip-qizil bo'lib tursin likelarimizni. Tarqatib tashlang do'stlaringizga, indiki go'shtini yaxshi ko'radiganlarga. Sizlarga ham shunaqa tabiiy qazi va go'sht mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Ekobozor Chimga kelasizlar. Qazi mahalla brendimizga tushirilgan. Mana tegiga kelsanglar, shu yerda o'zim bo'laman hamisha. Kelish imkoniyati bo'lmasa, dastavka qildirsanglar ham bo'ladi. Uning uchun sizlar pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma bersanglar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastavka xizmatlarimiz mavjud. Sog' bo'linglar.